Subhanalloh. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizdan oldin qisqagina o'zimning fikrimni bildirmoqchiman-da. Bizni do'stlarimiz Xitoydan ajoyib morojon olib kelishyapti ekan. Mango, qulupnay, menga yoqqani shaftoli. Shu chiqadi? O, chiqadi. Bismillah. Bugun Birlashgan Arab Amirligida bizni futbolchilarimiz futbol o'ynarkanlar. Bu shunchaki o'yin emas, bu yerda azizlar vatan sharafi turibdi. Yurt obro'si turibdi. Shuning uchun ular umid qilyapti bizdan shu duoyimizni qilib berishlikni duo qilaylik. Alloh taolo o'sha musobaqaga borayotgan futbol jamoasiga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Ilohim yurtimizni sha'nini butun dunyolarga tanitsinlar. Bu xoinlarni holatiga qarang-da, kimdir ota-onasini hajga yubordi, kimdir aka-ukasini, opa-singlisini, kimdir imkoni bo'lsa o'zi bordi. Ota-onam Arafa kunida Arofatda turib Allohga duo iltijo qilsin, istig'forini so'rasin, xotimasini chiroyli bo'lishini so'rasin, Robbisiga iymon bilan, islom bilan yo'liqishini so'rasin deb turib, otasini, onasini, yaqinini, qo'shnisini o'zini olib borgan o'sha joyga yuborgan yoki palon pul to'lab bularning holatini qarang. Bu xoinlarning holatini qarangki, videoni ichini qarang-da. Videoning ichida kasalmandlar o'tiribdi. Kasalmandlarga sallani futbolingni, sallani jamoatingni, sallani bayrog'ingni nima keragi bor deysiz-da? Ha demay Alloh bilan ko'rishadigan, ha demay bularning qiyomati boshlanadigan bu insonlarga sallani futbollaringni nima qizig'i bor? Allohning diniga, Allohning ibodatiga shu darajada odam xoinlik qiladimi? Mana bu muftiy xoin ahvolini qarang. Yonida qubbada dumaloq bo'lib o'tirib olgan xoin Alijon qorin ahvolini qarang, subhanalloh. Bir og'iz turib, subhanalloh, biz qanaqa bir xayrli makonda turibmiz-yu, har bir daqiqadan unumli foydalanishimiz kerak. Birodarlarimizni haqqiga duo qilishimiz kerak deydigan biron bitta odamni topmaysiz-da, subhanalloh. Yo, sizlarning imominglar nimalar bilan ovoraligiga bir e'tibor bering-da. Bittasi shoptoli deb turib muzqaymoqqa reklama qilsa, bittasi Xitoy moli deb turib qanaqadir boshqa narsalarni reklama qilsa, bittasi Arofat kunida futbolistlarning haqqiga duo qilib tursa, bittasi Ozoda Nursayidovani bugun konserti ekan, payg'ambarimiz oshing halol bo'lsa ko'chada yegin deb turib Rasulullohga tuhmat qilib hadislar to'qima hadislarni gapirib turib, subhanalloh, artistlarga yo'l ochib beradigan bo'lsa, sizlar ey xalqim, kimga ergashyapsizlar? Sizlar diniylarni, ya'ni oxiratinglar jannatiy yoki jahannamiy bo'ladigan masalani kimning qo'liga berib qo'yapsizlar? Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar-da, du'atun ila abwabi jahannam. Jahannamning eshigiga o'tirib olib, sizlarni jahannamga yetiladigan imomlarni davri keladigan haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Shuning uchun ey birodarlarim, ey ota-onalarim, ey xalqim, sizlar diniylarni subhanalloh kimga topshiryapsizlar? Biroz tafakkur qilib ko'ringlar. Bu masxarabozku bu odamlar. Men jonim achiganidan sizlarga gapiryapman. Bular haqiqiy masxarabozlar. Bular Fir'avnning sehrbozlari, subhanalloh. Fir'avnning masxarabozlari, subhanalloh. Lekin holatimiz juda ham achinarli. Bunda biz tengi yoshlarga qarasangiz, qayodagi vaynlar, yeb ichishdan, o'yin kulgudan, konsertdan, diskotekadan, tungi klublardan bo'shamaydi. Agar dini haqida bir og'iz so'rasangiz, ey birodar, bu dunyoga kelishingizdan maqsad nima? Alloh azza va jalla sizni nima uchun yaratdi desangiz, sukut saqlaydi. La ilaha illallohning ma'nosini aytib berasizmi desangiz, sukut saqlaydi. Hattoki g'usulning farzlarini sanab berasizmi? Mana yaqinda oilali bo'libsiz birodar desangiz, g'usul nima u deb turadi. Holatimiz tubanlashib, shu darajada pastlashib ketilyaptiki, buni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. كما الأسد في ميدان العز زاحف تربى على السنة والمصاحف محمد القوقا يا رجل المواقف.